bilasizlar, ruslar o'zini juda ham sevadi. Rus ayol uni mashina 2-3 to'lab oldilar-da. Kim aytdi, qani nimaga bunaqa otdilar deb so'radim. Nima 2-3 to'lab ovoz desam ketdi. Mashina ichsam ko'zimni, misol uchun ko'p telefonlarda o'tiramiz, ko'pchilik ko'zlar toliqib qoladi, ko'zlar og'rib qoladi. Ham ikkitaga zreniyamni ko'tarib berdi, ham ko'zim og'rimaydigan bo'ldi, ham halol. Misol uchun bir kunda bemalol 2 mahal ichsanglar ham bo'ladi. Ichida 60 ta bo'ladi. Mana spesial oyijonim olib kelib berdim, chunki achki taqqanlar aytadi, achkilarimni ham o'shana qilmayman, bir taqsisdan ham chiqib qolyapti. Voy, mana ochib olib, ko'rinishi mana bunaqa chirnikali bo'ladi-da qizlar. Bular 100% naturalni. Bular dori emas qizlar. Просто bular bat, ya'ni sizni yana ham immunitetingizni, ko'zingizni anaqasini ko'tarib beruvchi batlar. O'shaning uchun buni oyijonga olib keldim, ularga beraman. Ular ham ko'zlari shu gachiklar taqalib, ko'p tog'lab qolib, mazza qilib ichadilar. Sizlar ham mana shunaqa narsa olishingiz mumkin. Ko'z uchun вообще zo'r. Hamma ichsa bo'ladi. O'zim ham ichaman endi.